Ofisant bolalar bilan ishlashda juda ham e'tiborli bo'lish shart. Avvalo bolaga qulaylik. Qulay bola, xotirjam ota-ona. Xavfsizlik birinchi o'rinda. Qanaqa ovqatlarni yaxshi ko'rasiz? Bola bilan muloqotda ovoz, harakat va tabassum muhim. Mehribonlik eng yaxshi xizmat. Bolalar bilan ishlash bu mehr, sabr va e'tibor. Bolaga berilgan kichik sovg'a ota-onaning katta xotirasidir. Bolaga berilgan kichik sovg'a ota-onaning yaxshi xotirasi. Mehmon kichik bo'lishi mumkin, lekin uning ta'sirotlari katta bo'ladi. Sizlar bilan menejer Asqarov Fazliddin bo'ldi. Bizning mahorat rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.